100 talab 200 talab qo'ylar qaytyapti. Mana qaranglar, Abduvohab aka tog'dan qaytyaptimi? Bu yerda tog' bormi, nima bor? Yo'q, Jamshid aka, bu hozir kuz mavsumi, bu yerda tog' yo'q, lekin bu tomonda yaylov bor. Ha, boshqa joylarda ham qo'ylar xuddi shu tartibda o'sha uylariga tog'dan, yaylovdan qaytishni boshladi. Qo'ylarni ko'rsating. Bunaqa paytda hozir shu joyda jonli ravishda bitta ma'lumotni berib o'tamiz. Qo'ylar yaylovdan qaytishi bilan immunoparazitdan 5 kun oralatib 3 marta inyeksiya qilsa, ichki qurtlari, miya qurti 6 oygacha profilaktika qilgan holatda yaxshi saqlasa bo'ladi. Hozir mana ish jarayonida ketayotganimizda podalar qaytyapti ekan. Hozir hamma podalar tog'dan, yaylovdan qaytadigan sezoni. Qo'ylar mana qaytyapti. Ayniqsa o'sha ichki parazitiga qildirib qo'yadigan bo'lsangiz, mana hozir o'zimiz ham naryoqda qo'ylar xo'jaligida ishlatib kelyapmiz. Juvoy nimada ko'rsatamiz? Ha. Mana o'zim vizib so'mkam. Mana immunoparazitdan hozirgi kunda qo'ylarni hamda tog'dan, yaylovdan qaytayotgan mollarni ham, otlarni ham parazitlarni tushirishga zo'r vosita. Hozir hammasi yo'limiz ustida bo'lib qolgani uchun jivoy chiqsin deb mana sizlarga shu ma'lumotni ulashdik. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'y boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.